Rossiyada noqonuniy bo'lib turgan muhojirlar 2025-yil 10-sentyabrgacha mamlakatni mustaqil ravishda tark etishi yoki holatini qonuniylashtirishi kerak bo'ladi. Aksariyat mehnat muhojirlarning Rossiya hududi ro'yxatdan o'tish muddati tugagach, Rossiyaga qayta kirish va qonuniy maqom olish uchun Qozog'istonga chiqish variantini tanlashadi. Ayni paytda ular Qozog'iston-Rossiya chegarasidagi cheksiz navbatlar va muhojirlarga nisbatan bo'layotgan nafrat va kamsitishlar haqida shikoyat qilmoqdalar. Bu navbatlarda eng ko'p Tojikiston fuqarolari turishadi. O'zbekiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarning fuqarolari chegara punktidan muammosiz o'tishadi. Tojiklar navbatning oxiriga jo'natiladi. Birinchi bo'lib boshqa davlat fuqarolariga ruxsat beriladi. Rossiya chegarachilari tojiklarga nisbatan noholis, ularga nafrat bilan qarashadi va ularni chegaradan o'tishni qiyinlashtirish uchun hamma ishni qiladilar. Moskva viloyatidagi Saxar va migratsiya markazida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlat fuqarolari uchun alohida, bu alyansga qo'shilmagan mamlakatlar fuqarolari uchun alohida mavjud bo'lib, bu yerda navbatlar juda uzun va sharoitlari juda yomon. 2025-yilning may oyi o'rtalarida Saxar va migratsiya markazida navbatda turgan bir muhojir tiqilinch tufayli vafot etgan. Usmoniylar xalifaligi qulagandan keyin bir asrdan ko'proq vaqt davomida musulmonlar shunday xorlangan holatda sarson, sargardon bo'lib yuribdi. Ne baxtki, musulmonlar uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan quvontiruvchi bashorat bor. Bu ikkinchi Roshid xalifalikdir. Uning barpo etilishi bilan adolatsizlik, xorlik, buzuqlik va gunohlar zamonidan keyin xavfsizlik zamoni keladi. Xalifalik bu kuch-qudrat, or-nomus, sharaf, islom aqidasi ustunligining kafolati, jamiyat hayotining barcha jabhalarida shariat ustuvorligining kafolatidir. Xalifalik o'z fuqarolari oziq-ovqat izlab kofir davlatlarga hijrat qilishlariga qo'yib qo'ymaydi. Bu Alloh taoloning qonunlari asosida adolatli hukm yuritishi ostida sodir bo'ladi. Binobarin, faqat shariat qonunlarini tatbiq etuvchi Roshid xalifalikkina musulmonlarning kuchini tiklay oladi va bugungi xorlikni avvalgi buyuklik bilan almashtira oladi.